Yiliga kamida bir marta o'tkazilishi kerak bo'lgan testlar. Umumiy qon tahlili. Organizmning umumiy holatini baholash, kamqonlik, yallig'lanish jarayonlari, infeksiyalar va immun tizimi faoliyatini aniqlashga yordam beradi. Umumiy siydik tahlili. Buyrak va siydik tizimi faoliyatini tekshirish uchun muhim. Bundan tashqari, diabet va ayrim metabolik kasalliklarini aniqlashda yordam beradi. EKG, elektrokardiogramma, yurak faoliyatini baholash uchun zarur. Yurak ritmi buzilishlari, infarkt belgilari va boshqa yurak kasalliklariga moyillikni erta aniqlashga yordam beradi. Gepatit testlari. Gepatit B va C viruslari uchun tahlil. Bu infeksiyalar uzoq vaqt davomida alomatsiz kechishi mumkin. Shuning uchun ularni erta aniqlash muhim. Ayniqsa, gepatit B va C jigar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Ushbu testlar organizmning umumiy holatini baholashga va kasalliklarni erta aniqlashga yordam beradi. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.